arzimagan javobimiz shuncha sovg'a berishdi. O'tgan safargi videodagi savolimizga to'g'ri javob bergan g'olibimizlarga Kondir brend tomonidan belgilangan sovg'alarni bergani keldik. Mana akamiz bilan ko'rishdik. Aka, savollar javobini topganingiz bilan tabriklayman. Avvalambor, akam ozgina mazalari yo'q ekan, shuning uchun ma'zur tutasizlar degan umiddaman. Endi biz qishmi, yozmi, sovuqqa qaramasdan akamlarga sovg'alarni bergani keldik. Aka, sizda qanaqangi mashina? Nima deysiz? Aka, mashinangiz yog'ini oxirgi marta qachon alishtirgansiz? Shu 5000 cha bo'lib qoldi. 5000 bo'lib qoldi. O'zi payti kelib qoldi. Mana mashinangizga aka Kondir brend tomonidan ishlab chiqarilgan 15 ga 40. Mashinangiz yog' yeydimi aka? Yo'qdi. Yog' yesa aka, aynan mana shu moy sizning mashinangizga tushadi. Yog' yeydigan mashinalar uchun shu 15 ga 40 ni tavsiya qilamiz akalar. Mana ba'da yog' filtri, havo filtri bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Antifriz bormi? Antifriz bor. Bo'ldi. Unda sizga nerza-merzaka suvlardan beramiz aka. -20 da ham muzlamaydi. O'sha oynaga qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'ladi aka. Qo'yamiz. Mana sovg'alarimiz sizga xayrli bo'lsin aka. Yaxshi kuningizga xizmat qilsin. Arzimagan javobimiz shuncha sovg'a berishdi. Tamom olib turibdi-da. Akamizga rahmat shu holatda ham videoga chiqib berishga yo'q demaganlari uchun. Keyin akalar sizlarga yana bitta savol bermoqchiman. Xuddi o'sha granulali salon filtrda o'zimizda Jam mashinalarga, Gentra, Nexia 3, Cobalt, Damas'larga ishlab chiqaradigan bo'lsak, sizlar sotib olgan bo'larmidinglar? Mana shu pastda kommentariyada o'zingizning javoblaringizni yozib ketinglar.